Uyghur yazgıçısı Yasincan Sadık Çoğlani'nin Jallat Xanim namlı tarihi romanı. Bu roman Belikut şirketinde avaz qilinib, Belikut to'g'rida anlatıldı. Malika xonning oldiga kelib, g'ilobni ikki qo'llab tavazu bilan egilib turib oldi da. Xanjarni g'ilobga silib, g'ilobning beg'ini qoshtashi kameriga o'tkazib, yeniga esib oldi. Xon otamning iltifotiga ashqallar. Bu xanjar vaqti kelganda saltanatimizning dushmanlarining ko'krigiga ajal tig'i bo'lib urilgan. Teşekkür, dedi Sultan Abdullahxon hayajonlanib. Aql farostingiz, g'ayrat shijoatingiz barakalloh, malika. Yeshimiz kichik bo'lsa-mu, jasoratingiz ziyod ekan. Enim Said Boboxon Sultan sizni qizbol deb o'tirmay, himmatli qilib tarbiyalagan o'xshaydi. Bahodir malika bo'lg'aysiz. Sultan alilleri to'li royiga beqib, erki ko'ndirib qo'ydi, dedi Malika Shamshibonu Og'cha Sultan Abdullahxonga ehtirom bildirdi. Nima ishqintam? Malikaning taqdimatliklari kashti tikish, qo'nchoq, toshtamak o'ynashga amroq-u, Malikan bo'lsa yaroqqa amroq. Xanjar pichoqqa alohida ishtiyoqi bor. Turpandagi hujrasida yig'ib saqlagan xanjarlari 30 dan oshadi. Texi jonbozlikqa zo'qmanligin demaylar. Nima? Jonbozlikmi zo'qi bormi Malikaning? Dedi Cho'nxonish ham hayron bo'lgan, ham yaratmagan bir xil tarzda hammaylarni anglasin degandek ovozini ilgarak chiqarishdi. Shundoq Shahbonu oliylari, dedi Malika Shamshibonu Og'cha Cho'nxonishga. Malika o'qiya etish, nayzi qilish o'ynashda xilli mahorat egalladi. Malika Muhtaram xonimning malikilarga yot bu havisini yaratmagan Cho'nxonish chandırmay tumchiqani ushladi. Lekin bu javob Abdullah xonni texmi bak qiziqtirdi. Shundaqmi taxe? Undaq bo'lsa, Malikam bilan kelar hafta billa o'g'u chiqqach, mahoratini ko'rib baqsam qandoq bo'lar? Amsi va'dalari va'da ha xonata, dedi Malik Muhtaram xonim chaqqonlik bilan. Şu arada Sultan Abdullahxonning qishig'i kelgan Bekavul begning qo'liqiga bir nimalarni kusurladi. Amirlar saqlab tursin, men hozirlashqina. Belikut xazinasi, dedi Abdullahxon Bekavul begga va Malika Shamshibonu Og'chaga qarab o'zira aytdi. Kelin Og'ch xonimga ko'proq hamroh bo'lolmaydigan bo'ldi. Bugun bir qancha sotqin amirlarni jazolab, ra'iyatga ibrat qildirmoqchi. Men o'rdaga chiqay. Yana boshqa kuni muloqotda bo'lamiz. Xon otam bilan birga borsam bo'lamdi, dedi Malika Muhtaram xonim meni chiqtamshalgan xonning oldin turdi. U degan tomosha ko'radigan so'rin emas Malika, dedi Cho'nxonish xonning javobini kutmasdan Malikaga qarab. Qatligohga qiz bola bas bo'lmaydi. U yerga berib qo'rqib ketib, og'rib qolsin yana. Qo'rqmayman, dedi Malika qat'iylik bilan. Men Turpandimi Padari Saidxon oliylarining qatligohiga ishtirok qilganman. Billa berib, xon otamning o'z sotqinlarni jazoligini o'z ko'zim bilan ko'rgim bor. Qilichdan qon tomdirishni bilgan kishi ondan yurt so'ray oladi. Shundaqmi xon ota? Malikaning yeshig'i mos kelmagan holda so'rgan bu savoli Sultan Abdullahxonnimi, xonishlarnimi va boshqa so'rin ahlinimi hayron qoldirdi. Ostonning kunchiqish tarafidagi cho'nqur yorliqning leviga joylashgan qatligoh odam dengiziga aylangan edi. Chambarchas bog'langan 8 nafar sotqin yorning leviga qator tizlandirib o'ltirg'izib qo'yilgan edi. Qilishlarini yalang'ochlagan yasovullar qadamda bir poyoy shakllik saf uzib, devarib turgan xalqni o'tkazmay jazo maydonini muhofazat qilib turadi. Qatligohning kunpedish tarafidagi bir gaz egizlikda ko'tirib yasalgan shahona lapasning soyasida Sultan Abdullahxon qalamdor, alamdor amirlarning o'ttirsida otliq holatda hayyu bilan turadi. Beshidagi shahona do'bulg'isining oltin qubbullari quyosh nurida ko'zni qamash turadi. Uchisidagi savutqi bezak o'rnida tutilgan turlik javohiratlar yulduzdek chaqmaydi. Oltin to'qiliq kameriga tangdossiz huquq,
kuch-qudratning simoğul bo'lgan olmos sopliq zulfiqori eshiqlik edi. Boshqa amirlarmi jang kiyimi kiyishib olgan bo'lib, qatligoh bayni jang maydoniga o'xshab qolgan edi. Sultan Abdullah xonning o'ng yanida to'ng qora ayg'irga minib olgan Malika Muhtaram xonimmi beshig'i dubulga, uchisiga savut kiyib olgan bo'lib, texi bayili Abdullah xondan so'rab elib olgan oltin sapli xanjarni kameriga esib olgan edi. O ot ustida to'limi jasur ko'rinadi. Turpandan og'ash kelgan o'qiyasini yeniga esib olgan bo'lib, sag'irtig'i tushib turgan naqshli kun o'qdaniga liq o'qqa chilangan edi. Jazo divonining amiri xonning ijozatini elib, jakarchini xon yorlig'ini jakarlashga buyurdi. Jakarchi etini devitib, jazo maydonining o'ttirig'iga keldi. Maxsus xon yorlig'i silingan nafs ishlangan teri qopchiqdan bir yilgan qog'ozni elib o'qishga tayyorlandi. Onungacha jakarchining yordamchisi qo'ldagi mis tebilbozni bir necha qatim chaldi. Koni yirtilib ketgudek vaqirab, xalqni tartibga jo'ndi. Demizdek divarab turgan odamlar shu omon timtasliqqa cho'mdi. Jakarchi gelini ikki qatim qirib, yorliqni o'qishga boshladi. Ey Yohannas! Ey Yohannas! Yorliqqa quloq solinglar, amuxas! Hozir adolati no'shirvon, el ra'iyatga posibon, ag'iyodlari yer bilan yekson davlat panohimiz Sultan Abdullah xon oliylarining yorlig'i jakarlanadi. Yorliq Ostondagi barliq ulug' qushaq, ayol avom ra'iyatga, boshqa shahar, yurt qishloqlardagi fuqarolarga yetib ma'lum bo'lsinki, uzundan beri orduning tuzini yeb, oliy shahona in'omlarga erishib, saltanatimizda e'tiborlanib kelayotgan 8 amirning xonga osiylik, saltanatga sotqunlik qilish gunohi uchun el ra'iyat oldida jazolab o'limga buyurildi. Ularning ilgirki ko'rsatgan to'pisini nazarga olib, mol-mulki va jaddi jamiyati daxl tarixga uchirmaydi. Barliq saydiya fuqarolari bu ishdan qattiq ibrat olg'ay. Jakarchi gunohkor amirlarga qandoq jazo berilganligi haqidagi farmonni o'qib tugatgandan keyin jallodlar Mirg'azatning boshchiligida hukmni ijro qilishga boshladi. Avval Mirza G'anibek bilan Mirza Najibekni qo'riqlab qaynayotgan yoqqa bosdi. Ondan Amir Ayyubbek bilan Mirza Yomg'irchibekning kallasini bir qilish bilan uzib tashladi. Mirza Xallibek bilan Mirza Sayfullahbek darg'i esildi. Eng oxirida Mirza Shohbek bilan Mirza Navruz divon o'qiya bilan etib o'ltirishga buyurdi. O'qiya bilan etib o'ltirishga buyurilgan beylar birdan cho'rikka o'ri turg'izilib bog'lanadi. Tanlangan 10 nafar mergan 100 qadam yiroqlikdan navbat bo'yicha o'q etib o'ltiradi. Merganlar avval Mirza Shohbekning ko'krigini nishonga ilib o'q uzishga boshladi. Shu an Sultan Abdullah xonning yanida turib tomosha qilayotgan Malika Muhtaram xonimning tirnoqlariga to'jiplab xini yiqilgan nozik barmoqlari bo'yniga esib olgan o'qiyog'i yugurdi. Malika daqiqa ichida yoni o'qladi. Qishidagi Sultan Abdullah xonga murojaat qildi. Xon otam ijozat qilsalar, menmo bir tal o'q etib boqqan bo'lsam. Xon Malika Muhtaram xonimning nozik barmoqlari mahkam tutib turgan, nafs yasalgan o'qiyaga havas bilan qarab qo'yib, rozimanlik bilan boshlanish deb ijozat berdi. Ehtiyot qiling Malika, dedi Abdullah xon yoning kirichin tortayotgan Malika Muhtaram xonimni ogohlantirib. O'qingiz nishonga tegmay, begunoh ra'iyatni zaxmlantirib qo'ymasin. Malika o'zining o'qiya etish mahoratiga Abdullah xonning ancha ishonch qilmayotganligini sezib ham ranjidi. Ham mahoratini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Ostinqi levini mahkam tishliginicha o'qlangan yoning kirichin tortib, to'lin holatga keltirdi. Nishonni qarg'ilib turib, kirichini qo'yibdi. Shu hamon Tüyrük'e mıhlangan Mirza Navruz divan echinishdi dad faryod ko'tardi. Malikaning otgan o'qi uning dal o'ng ko'ziga berib qadalgan edi. Barakalloh Malika, haqiqatan mergankansiz, dedi Sultan Abdullah xon Malikaning mahoratiga opirin o'qib. Opirin, opirin.
Başka emirlermo xonga agishib, Malika Muhtaram xonimni maqtab ketishdi. Maqtash sadolariga ko'milib ketgan Malika hayajonlangan holda o'qdandan yana bir tal o'q oldi. O'qni yog'i silib, kerichini kuchab tortguncha Mirza Navruz divonning so'l ko'zini nishonga oldi. Anglayotganinglar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 2-bob. Mazhab to'poni. Kun tushdan qiyilgan mahal. To'nudek qizdirib ketgan Qashqar shahrida Saidiya davlatining katta shaharlariga xos qaynam tashqinlik hayot davomlashmoqda. Bo'libmi Do'g'abchi, baqqallarning bozori chapchaq. Doğuçular sayıqallı astığı toxtub olgan doğu qaltiki üstüdeki tügümen teşidek yoğallıqdaki xırız taldık süzük muzlarını kömür vaşaq bilen görüştek tarışlap sol qo'ldagi ijiz tavaqlarga zoyi qilmay tushirib, küptiki pokiz suv bilan chayqab, xaridorlarning talabi bo'yicha sarangdog', shirnidog', qeytiqdog', kashkapdog', sharbat dog'larni chaqqonlik bilan tayyorlab, to'sh bilan qo'chib, bechidan 2-3 kez egizlikda 2-3 qatim so'raydi. To'limi saltanatlik so'rilgan dog'lar bir temimni zoyi bo'lmay yana hijrga qo'yiladi. Ani shu yo'sinda tayyor bo'lgan dog'larni xaridorlarga qo'sh qo'llab uzatadi. Hem soğuk, hem özgü titemlik, hem puraqliq bu soğuk ichimliklar usulluqni bosganning sirtida ba'zilari issiq o'tib ketgan bemorlarga, ba'zilari soğuqqa eshib ketgan bemorlarga shifo bo'ladi. Badanning haroratini tangshab turgan bu ichimlik bir yutum ichgan odamni xumor qilib qo'yadi. Ko'chaga chiqqan har qanday odam birer hijr ichmay qolmaydi. Şu kunlarda Qashqar shahrida Doğu'nun bozori eng ishtik bo'ldi. Ordu beg'idagi tozlarlik ravaqda kiyimlari bilan sagidab o'tirgan Qashqarning noib amiri Shahzoda Yo'lbosxon qoshtishi qadahdagi afyun o'rlashtirilgan kuchlik sharobni bir ko'tirib ichibdi. Oltin tovoqdagi sarang Doğu'ni qo'liga elib, göpüldetib sömürishga boshladi. Odatda yolg'iz o'tirib bazmi ishqibozlik qilmaydigan Shahzoda bugun nima uchundir ulfatsiz edi. Ikki yanida o'tirgan ikki kenizak to'z piydak yasalgan yelpigish bilan yengil yelpiydi. Yana ikki kenizak dastxondagi turli yel yemish, yemaklik va ichimliklarga qo'nmoqchi bo'lgan chivinlarni tinimsiz qo'raydi. Yana bir kenizak bo'shigan qoshtishi jamg'a may to'ldiradi. Shahzoda saqiylik qilayotgan bu kenizakmi ish ko'zgan bo'lsa kerak. Har ikkisining chiroyi qizarib, ko'zlari xumorlashib qolgan. Dastxonning to'van tarafida Shahzodaga udul o'tirgan yana bir juvon dutar chelib naqsh aytayotdi. Uning suzuk, yumshoq, larzan ovozi jimjit o'rda beg'ining barliq bulung pushqoqlarga taksi tarqiladi. Kishi oshiq esa o'tdan yonarmi? Aziz ma'shuqqa jandin ayarmı? Dilujan birla her kim bolsa aşık, olur ma'shuqqa jandek muvaffaq. Mung bulup o'tirgan Shahzoda naqshi oxirli shaman oldidagi qoshtishi jamni qo'liga oldi. Naqshchi juvonga tanladi. Bugun xeli payzing bag'o Gulshan. Sta ma bir qadah sharobni ichib etib, shohroq paydigacha. İltifatlarga hashqallar Shahzoda, dedi juvon o'rnidan turib Shahzodaga nazokat bilan egilib salom qildi. Helimo bayatdan ichgan sharob bilan xelini masnub qoptiman. Endi ichmay, naqshini siz zerkib qog'ich aytib beray. Nemanchi to'l gap qilsan Gulshan, dedi Shahzoda ta'addub. Men bilan ichmay kim bilan ichatdim? Masnub qolsang hech vaqasi yo'q. Sen mast bo'lmasang qiziqchilik qandoq chiqadi? Men sening naqshangimi, maskingimi xushda? Shahzoda uyushtirgan bazmlarga davomli ishtirok qilib turg'ashqimi, naqsh cho'kan sur hayvisi bilan butkul Qashqarni titratib turadigan Shahzodadan ancha yiqib ketmaydigandek qiladi. Meni sharobga zo'rlab tomosha ko'rishni bilalar, dedi Gulshan
köcüklep o'sma qo'ygan chiroylik agim qoshlarini nozlik etib, chiroyiga har qanday bir erkakning ichi ko'gidek tabassum yugurdi. Masbub yiqilib qolsam, hech kimning kori yo'q men bilan. Gulshanning bu so'zini anglab Shahzoda qaqoqlab kulib ketdi. Qashqardagi Begzoda, boyvachcha zardorlar uchun Hindi sariyi deb atalgan saroyning ichkarisida xufiyona ochilgan Bazmaxonning naqshchisi bo'lgan bu cho'konning xelili danqi bor edi. Shahzoda Yo'lbosxon o'zining noyib amirlik va shahzodalik salohiyati bilan bu Bazmaxonaga berish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu cho'konni pat-pat o'rdaga chiqartib, bazmi so'rinlarda dutlar chaldirib, naqshsidan huzur oladi. Gulshanmo ancha-muncha noz qilib qo'ygan bilan xeli erkaklardan qilishmay sharab ichadi. Obdalla masbub qoladi. Bazmi oxirlashganda Shahzoda va boshqa amirlar bey to'rilarni, zardor mehmonlarni xizmatkor mulozimlar yo'lab xos mehmonxonalarga akirib, mapi xodimlariga chiqarib, holidan xabar olgan bilan bu mayxur duttorchi juvon bilan nima uchundir xizmatkorlarning kori bo'lmaydi. O masjidda joylab ma'amay yiqilib tushib, to'p tumanlarga milinib, kiyim-kechaklarni rasvo qilib oladi. Udul kelgan bir yerda yetib qoladi. Masligidan yesilganda to'rqiga qarab, o'zi bilan kori bo'lmagan xizmatkorlarni bo'ldi degichi qarg'aydi. Ikkinchilab o'rniga oyoq bosmaslikqa, Shahzodaning bazmi so'rinlariga qatnashmaslikqa qasamyod qiladi. Ammo Shahzoda qishqartib mabi avatgan hamon eliqi qasamlarni unutdi. Yasinib jablanib o'rniga yuguradi. Gulshanning mas vaqtida qilgan so'z harakatlarini xizmatkorlarga so'ziltib anglagan Shahzoda yana qoniga chiqiladi. Men Gulshanning naqshsig'imi masligiga muxtar deydi Shahzoda huzurlangan holda. Shu topda Shahzoda Gulshanning oshu qiziqarli harakatlarini ko'z oldiga keltirib kulib ketgan edi. "Xotirjam ichiva", dedi Shahzoda kulkidan o'zini tutamagan holda. "Xizmatkorlarga tapilab qo'yma. Ular seni oromxonaga akirib qo'ydi." Gulshan Shahzoda bilan ortiqcha talashmadi. Garchi u hozir kayib bo'lgan bo'lsa-mu, adabdan chiqib ketgudek darajada emas edi. Şoňlaşqa özün tutulgan halda Şahzadeге müracaat qildi. "Ondaqda men başqa jamda içey. Şahzademning muborak lavlari tekkan qadahga lav tekkizib, adabsizlik qilishga haddim emas." "Ajab aqlliqchimisan Gulshan", dedi Shahzoda shahvat ushqunlar chatirayotgan ko'zlarini Gulshanning xumarlashgan ko'zlariga tikib turdi. "To'g'ri. Shahzodaning lavlari tekkan yerga boshqalarning lav tekkizishiga qat'iy bo'lmaydi." Shahzoda soqiylik qilayotgan kinizakka qarab buyurdi. "Gulshanga o'zining piyolasini sharab tut." "Azroq qo'yslar xanim", dedi Gulshan soqiylik qilayotgan kinizakka qarab. Dasturxon raslanganda Gulshanga sharab qo'yg'ili maxsus qadah tayyorlanmaganligi uchun sharbat qo'yilgan kichikroq oltin piyoldan birini bekolab sharab qo'yib bergan edi. Shu topda Gulshan soqiy kinizakning piyolni to'ldirib etishdan ansirab qolgan edi. Biroq Gulshanni raso bir masqib tomoshadan huzurinishni ko'ngli tutgan Shahzoda Yo'lbosxon kinizakni oltin piyoliga liq sharab qo'yishga ishora qildi. Gulshan o'dirgan holda liq bir piyola sharabni 3ga bo'lib ichibdi. Ranjiganni qilib chiroyini purishtirguncha so'radi. "Endi qaysi paytni anglashni xohlaylikin Shahzoda?" "To'xtab tur", dedi Shahzoda Yo'lbosxon oldidagi toshtashi qadahni qo'liga olib. "Men sana hozir mening levim tekkan yerga lav tekkizishingga farmon beraman. Hozircha mushu qoshtash qadah orqali lavlarimiz juplashgach to'g'ay. Bazma ishqozlik so'rinlarda to'la yurib pishib ketgan, amdili 30 yoshning qorisini olgan, texi yoshlik jazbasini yo'qotmagan Gulshanning o'ltirish qopsa armon qildig'ini Shahzoda Yo'lbosxonni ishib qarmoqqa birar qatim bo'lsin e'lantirish. Shu orqali Shahzodaning ko'nglini utib, ishonchisiga erishib, Shahzoda harmining kenizaklarini boshqarish martabasiga erishib, tirikchilik yo'li tepish. Bazmixondan to'liq qutulib chiqib ketish edi.
Shu topda Shahzoda Yo'lbosxonning uni ahmaq etib aytgan bu so'zlari uning yuragini o'ynatibdi. Bas o'rnidan turib, Shahzodaning qo'lidagi qashtishi qadahni ikki qo'llab elib, bir ko'tarib ichibdi. Ondan qadahning girvaklarini pak-pakiz yalavatdi. Uning bu qiliqidan Shahzoda Yo'lbosxon va kenizaklar kulkidan o'zini tutib ololmay qolishdi. Qani endi, sho'x pardlardan birga chala, deb buyruq qildi Shahzoda. Xelini masbub qolgan Gulshan do'stlarni qo'liga olib, pardasini sal-pal tangshab, nozik barmoqlari bilan do'stlarning tarisini chekishga boshladi. Tamdin egiz chitlari, barsam qavar itlari, oqshom yatsam g'o'jam bilan uxlatmadi pitlari. Naqshini anglab Shahzodami, kenizaklarmi teliqib kulishga boshladi. Gulshan bo'lsa, Shahzodani kuldirganligidan hayajonlanib, naqshini texmi avjiga chiqarishga boshladi. O har bir ko'plik naqshi oxirlashganda oxirga "Ah xo'jam, tatlı xo'jam, voyjon, voye" degandek so'zlarni naqrat qilib g'iljanlaydi. Chayqaydi ya chayqaydi, ilmon sudi chayqaydi, aşı xo'jamni bir so'ysam badan-badanga tarqaydi. Kuchlik sharob bilan Gulshanning sho'x pardadagi shahvoniy tuyg'ularni qo'zg'atuvchi naqshisi va naqshiga qo'shib qosh ko'zlarini o'ynatib xuluq qilishi Shahzodani obdal mast qilib qo'ygan edi. Shahzodaga yiqilishish orzu umidini bugungi mushu xos so'ringa bog'lagan Gulshan barliq hunar mahorat, nozik karashmisini ishq silavatdi. Shahvoniy havasi qo'zg'alishga boshlagan Shahzoda o'zining salohiyatini unutgan holda Gulshanning surmi surkalgan cho'ng-cho'ng ko'zlariga shaydoyilik bilan tikilib qolgan edi. Dal mushu daqiqada o'rda beg'ining qorovullo beshi paloqlab kelgunicha Shahzodaning qishig'i kelib to'xtadi. Qo'l bog'lab turgunicha ijozatni so'ramasdan so'zlashga boshladi. Ma'lum bo'lg'ayki, sulton oliylari, Xo'ja Hidoyatulloh Pir Buzurg'or hazratlari didorlariga muloqotda bo'lish uchun darvoza oldida saqlab qoldi. Shahzodaning chekiga yetishga boshlagan shahvoniy tuyg'ulari xuddi bir chelak suv quyayotgandek sovib ketdi. Hayajondan chanqalgan vujudi lassida bo'shashdi. Bemahal vaqt kelib kayfini buzgan qorovullar beshiga g'azab bilan olaydi. Ammo uni jazoga buyurmadi. Chunki Shahzoda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga qo'l berib pir tutgandan beri Eshonning shirin so'zlari, dabdabalik uchirib maqtashlari, kelgusi taqdiri haqidagi ajoyib katta bishoratlari Shahzodani vasvasiga sep qo'ygan edi. Eshonning bundoq so'zlariga xuddi afyun aralashtirilgan kuchlik sharobga xumor bo'lib qolgandek xumor bo'lib qolgan Shahzoda Yo'lbosxon shu topda bu adabsiz chakarni jazolayman deb darvoza oldida qolgan Pir Buzurg hazratlarini saqlatib qo'yishdan ansirgan edi. Shunga u qorovullar beshiga darhol buyruq qildi. "Bang, pirimni darhol boshlab kel." Qorovullar beshi sal delig'ul bo'lgan holda yana so'radi. "Eshon pirimni nega boshlayman oliylari?" Bu savolni anglab Shahzoda Yo'lbosxonning birdilla o'g'iz qaynadi. "Ey kalva, nima tilingni chaynab tursan? Eshon pirimni mening qishimga boshlab kelmay, onangning qishiga boshlamda." Shahzodaning til haqoratlari oxirlashib bo'g'icha qorovullar beshi g'oyib bo'ldi. Chunki u Qashqar xalqining tangdin to'lisi degidek Eshon pirim, Pir Buzurg'or, Xo'ja Eshon hazrat deb qo'l berib murt muxlis bo'lgan ishqiya sulkining bu katta peshvosini mushundaq may sharob, naqshi soz va nomahram bilan bazmi suhbat qurib o'tirgan so'ringa boshlab kelishni loyiq ko'rmagan va buni o'zi ham Shahzoda uchun qattiq gunoh hisoblagan edi. Shu sababdan Shahzodadan yondirmalab so'ragan edi. Afsuski, sharob bilan naqshchi juvonning noz karashimisidan masbub ketgan Shahzodaning bularni o'ylashga cho'lisi yo'q edi. Birdandila beshiga oq dogida chaqma kovdek yo'g'onliqda salla o'rib olgan. Eshonlik jandisini cho'chilik navot rang ro'mol bilan bog'lab olgan. Yengikidagi bir tutam qop-qora saqali qon tapchirab turgan girdidek chehraga qo'ymi yarashgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon tog'zor ravoqqa yetib keldi. Shahzoda Yo'lbosxonga pukilib turib salom qildi. "Assalomu alaykum, xonu xaqon oliylari. Oltin bo'ylari esanmikin?"
Şahzade İşanның salımını dəldiginib digidek orundan turup iyilik aldı. Yeniden joy ko'rsatdi. Kəsilər pir büzdürükür. Bu yoqqa o'ssalar. Xo'ja Hidoyatullo İşan naqshchi cho'kan bilan may ko'zillariga yerismanlik bilan dasturxondagi ne'matlarga osh ko'zlik bilan tezda nazarini yugurtdi. Kaldichini silib tashlab, massi bilan supuga chiqib, qat-qat silingan atlas ko'rpining ustida shahzodaga yondashib degidek joylashib o'tirib olgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. Va ovozini o'rlik chiqarib oltib turib, shahzodaning umrining uzun, davlatining ziyoda, dushmanlarining zabuxor bo'lishini talab, uzun duo qilgandan keyin Allohu akbar deb yuzini sepdi. O'rnidan qo'pib, qo'l bog'lab turganicha shahzodadan qayta esallik so'radi. Inshaalloh, dedi İşan atlas ko'rpi ustiga qayta joylashib o'tirib olgandan keyin so'z boshlab. Ishlatgan qora xat patnimiz to'liq kuchini ko'rsatdi. Ostondagi yoralarning avatgan maktubidan ma'lum bo'lishicha, Eliq maktubni ko'rgan padari Abdullohxon olilari qattiq g'azablanibdi. Neri birisini surishtirmaylar, maktubda tilga ilingan amirlarning hammasini shu amon zindonga buyurib, atsi qatligohda kallasini oldi. Bir parcha maktub bilan padarlarining qo'li orqali bir muncha dushmanlarimizni yo'q qildik. Bu nusrat yanılı Canabi İşan Pirimning kamali ahli parasitini ishq silib ko'rsatgan tadbirdan qo'lga keldi. Dedi Shahzoda Yo'lbosxon bu xush xabardan so'ydi. Attang Ostona amiri Mirza Babobay bilan o'zi ishq og'isi Mirza Tangriberdibaylar omon qoldi. Yana texi Amir Kabir Hinduqush Mirzum bodisilar. Maktubga ul amirlarning ismini kirgizib qo'ydigan ishga. Ul 3 amir Sultan Abdullohxon olilarining to'limi yaqin mahramlaridandir. Navoda ularning ismini maktubga bitib qo'ygan bo'lsak, xon olilari ul maktubdan gumonlanib qolishi, sir mudoyimiz pashqub qilishi mumkin edi. Inshaalloh ularni pat arada yo'qotmaymiz. Janoblarning buyuk Saidiya xonligining taxt saltanatida barqaror bo'lmoqlariga, muborak boshlariga xonu xaqonlik tojini kiymaklariga uzoq vaqt qolmadi shahzoda. Hazrati İşan buzrukning duosining barakati, shundaqla aql farosat nurlarining yo'l ko'rsatishi bilan xon otamning ko'ngliga Alloh egam insof berib qolsa ajab emas. Dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda. Xon padarlarining allaqachon taxt saltanatini o'zlariga o'tkazib berish muddaosi bor shahzoda. Afsuski, xon padarlarining atrofini qora bulutdek o'rib olgan so'liki ishoqiyatchi qora musulmon amirlar xon padarlarining kallasini aylantirib, toji taxtni o'zlariga o'tkazib berishga yo'l qo'ymayotdi. Dedi Xo'ja Hidoyatullo İşan suhbatning temasini asli muddaosiga yaqinlashtirib. Ular adovat tugmunining suyini ulg'aytib hamda turli fitna fasotlari orqali o'zlaridek aziz farzandni xon padarga dushman ko'rsatib, padarlarining o'zlariga bo'lgan ishonchini yo'qotishga urinyotdi. Shunlashqa xon olilari toji taxtni o'tkazib berishini kayniga so'rab sukut qilib turyotdi. İşanning bu so'zlaridan g'azablanib, chek tumurlar ko'pishga boshlagan shahzoda xuddi ko'zi tushgan narsaga erishamay ranjib qolgan kichik bolaga o'xshab qolgan edi. U alam bilan tinardi. Tishlarini g'o'chirlatib, olli kimlarga g'azab qiladi. Yuragidan chiqarib xatlaydi. Shahzoda İşanga qarab murojaat qildi. "Eslab jo'pirim. Endi qanday qilsam bo'ladi?" Xo'ja Hidoyatullo İşan shu topda Shahzoda Yo'lbosxondan dal mushu savolni kutib o'tadi. Endi 40 yoshning qarasini olgan İşan vujudidagi tugamas hiyla nayranglari, jin shaytonning usuliga salolig'idek ajoyib sehri afsullari va muznumi irqatgidek yog'limi tili bilan o'zidan 6-7 yosh kichik Shahzoda Yo'lbosxonni bayni 6-7 yoshlik bolaga aylantirib, toji taxt vasvasidan iborat bu o'tni yuragiga tutashtirib o'tgan edi. İşan Shahzodaning o'zidan madad tilab talmirib turgan
sharob ta'siridan baqasamdek qizarib ketgan ko'zlariga qarab, ko'ngliga putgan muddaosini oshkorladi. Ostonaga lashkar tortmoq kerak. Nima? Ostonaga lashkar tortamdi? Qattiq cho'chigan shahzoda Yo'lbosxon taajjublangan holda Ishonga tikildi. Xo'ja Hidoyatullo Ishonning yilonning ko'zlaridagi surlik ko'zlari ifodasiz edi. Parvuzurlikdan sado chiqmaganligini ko'rgan shahzoda o'ziga so'zlagandek o'tirdi. Ostonaga lashkar tortish deganlik xon qadarga qilish tanlash deganlik emasmi o'pir? Bu ish al ra'yatning ko'ngliga yoqmasmiki? Yengilishdilar sulton oliylari, dedi Xo'ja Hidoyatullo Ishon Yo'lbosxonni shahzodam demasdan sulton oliylari deb ovozini vazmin chiqardi. Janoblarining ostonaga lashkar tortishdagi maqsadlari hargizmi xon padarlariga qilish tanlash emasdir. Balkim xon padarlarining nuroniy ko'zlarini qora bulutdek soy tashlab etib olgan isoqiyatchi murtad, munofiq, qorniyat amirlarni jazolashdir. Shundaqla xon padarlarini ul riyokorlarning qora changildan qutuldirishdir. Bu xon padarlarini saltanat, yurtlarchilik ishlarining jafosidan xalos qilib, farzandlik burchlarini ado qilgan, Alloh taolaning rahmatiga noil bo'lgan katta savobli ham ulug' ishdir. Ishon so'zlarining shahzoda Yo'lbosxonga ta'sir qilayotganligini ko'rib, yana qo'shib qo'ydi. Bu ishda ikkilanmagaylar. Mushu ish sababli heligo al ra'yatga. Navoda janobi xon padar oliylari xato tushunib qolsa-mu, hech vaqasi yo'q. Avval toj taxt atrofidagi munofiq riyokorlarni yo'qotishdan iborat ulug' ishni ro'yobga chiqarib bo'lgandan keyin, ondan xon padarlariga maqsad muddaolarini oldirmay so'zlab tushuntirib olsaqmi, zinhor kechikkan bo'lmaydi. U chog'da padar bilan farzand o'rtasida adovat, nizo paydo qilgan hech qanday to'sqinlik qolmaydi. Pirimning bergan ta'limi ko'nglimdagi tumonlarni tarqatdi, dedi shahzoda Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatullo Ishonning tushuntirishlarini anglagandan keyin vujudini besib turgan g'am andishlardan qutulgandek bo'ldi. Janobi Ishon Parvuzurlikimning amri shu bo'lsa, shunda qilayli amsa. Maşallah, dana fikir bo'ldi sultonim, dedi Xo'ja Hidoyatullo Ishon gul qaqalari ichilgan holda. Bu ulug' ishqa tezroq tutishligimiz afzaldir. Lashkari ishlarga aldirash behojat bilan, dedi Yo'lbosxon o'ychanlik bilan. Shu topda uning maslik kayfi butunlay yeshilib ketgandi. Avval atrofda tayyorlik ko'rib, lashkarlarni puxta mashqlantirayli. Ot uloq, qoral yarog, uzuq-tuliklarni to'liq gamlab olib, ondan ostonaga yurish qilsaqmi, kechikkan bo'lmaydi. Are, dedi Ishon mamnunligini bildirib. Men shahzodamning xonu xoqonlik taxtida barqaror bo'lib o'tirganini tezroq ko'rishni bakmi orzu qilaman. Inshaalloh, Parvuzurligimiz mazari mashayikhlarning madad berishi bilan ul murad maqsadlarimiz oz kunda ro'yobga chiqqay. Ishonning so'zlaridan hayajonlanib, hozirli Saidiya xonligining oltin taxtida o'tirgandek tuyg'uga kelib qolgan shahzoda Yo'lbosxon qoshtichi qadah bilan oltin piyolaga sharob qo'ydirdi. Oltin piyolning birini Hidoyatullo Ishonga, yana birini bayatdan beri mugdab o'tirgandek bo'lib olib, shahzoda bilan Ishonning qilishgan gaplarini tinglab o'tirgan Gulshanga tangladi. Qani aslar, murad maqsadlarimizdan tezroq ro'yobga chiqish uchun ko'dirayli. Baxt omadlarimiz uchun ko'tirayli, dedi oltin piyolni qo'liga olgan Gulshan chiroyiga ostirdan shahvoniylik bilan tikilib turgan Ishonning yilon ko'zlariga nozlik beqib. Xo'ja Hidoyatullo Ishon birdan shahzodaga, birda o'ziga nozik qarashim bilan tikilib turgan Gulshanga, birda oltin piyoldagi sharobga qarab etgandan keyin usab ketganlikdanmi aytavur takallufsizda oltin piyolning girigiga tumshqini tekkizdi. Xuddi xamonga qotgan kala suv ichgandek sharobni o'rtoditib ichgunicha piyolni qo'rg'dab qo'ydi.
Bütkül əzayda tırnaqçılık qarısı yo'q alt arg'amoqni ixtiyoriy mengishib qo'yayotgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon ritmlik yo'rg'ilab ketib qolgan arg'amoqning ustida yengil tavranginicha o'ltirib, allaqandoq shirin xiyollarga g'arq bo'lib ketgan edi. Otning kaynidan Eshonning bir to'p so'pi darvishlari oyoqlari ostidan to'zg'an bulutdek chang to'zonlar orasida osirab o'milashganicha kelishyapti. Nefes ağusuz koyuk çang tuzanlar bilen tinci kavada üstü başlardaki kendi kolalları ulağı xuddi ming patmanlık yük artılğandek iğir kelgen bulup, baş gözlerden koyulgan terle buyurlardan yelki bellergiçi salvarap turgan paxmaq çaşları arasından yundubup akattı. Ruhi ve cismani cihetten ezilip ketken bu sofi dervişlerinin gerçe beqilleri yer tartıp, sayıq bir joyini tepib, sagidigacha toza bir yig'inib yetib og'iz kitdosimi. Lekin oq tulpor ustida xuddi bir parcha oq bulut ustida o'ltirgandek sur hayv bilan ketib qolgan Eshon piridan ijozat berilmagani uchun noiloj qadamlarini tasdi yo'tkishatdi. Usop choplashib ketgan tonglaylarni chaqildashganicha shu daqiqada biror ahli sulhdagi boyning hashamatlik qo'rosidan yugurib chiqib, Eshon pirining oq arg'amog'ining cho'lg'iriga esilganicha o'ylisiga kirib biror piyoldan usullik ichib mengishga yoki beg'iq kirib biror toldan yal yemish yeb sagidashga taklif qilishni ta'na qilishadi. Sofi darvishlarning borgan sari ruhi tushib ezilib ketib qolganligini ko'rgan Abdulrazzoq xalifa Sofi darvishlarni ruhlantirish ham Eshon pirining sur hayvisini namoyon qilish ham shahardagi ahli sulukka kirishga ancha erinishmayotgan bir qism nodon xalqni sulukka kirishga da'vat qilish uchun to'p ortidagi yosh hofizni talqin o'qishga buyurdi. Yosh hofizning ovozi haqiqatan jarangliq ham so'zuk edi. Muğluq talqin sadosi uyqu besib, asnab, lo'gdab ketib qolgan so'pi darvishlarga xuddi ruhlantirish dorisi bergandek darhol ta'sirini ko'rsatdi. Dastlab u yer bu yerdan anglangan "Hum Allohum, haq do'st ya Alloh" degan ojiz, bo'g'uq jari sadosiga birdamdala butkul to'p etildi. Shu hamon Qashqarning To'shuk darvozasiga elib boradigan bu ko'chani muğluq talqin sadosi, Sapoylarning ritmlik jaldoqlashlari va uningga qo'shilib ko'tarilgan hayvatlik jarri sadolari bir oldi. Yosh hofiz ovozini texmi bak qo'yib hukmi o'qimoqda edi. Dünya mening deganlar, jahon molin olganlar, oshko'z qushdek bo'libon, o'l haromga patqanlar. Hofizning muğluq ovozi tankash bo'lib, sufi darvishlarning jarrilari guldirlaydi. Yosh hofiz jarriga ulashtirib, yana hukmi aytishga boshlaydi. Fani dunyo deganlar, sulukni tarik etganlar, hamdu sana demasdan kayib safa surganlar, gunohlari hisobsiz, qiyomati madadsiz. Sufi darvishlar ko'zlarini yumib, boshlarini ikki tarafga, oldi kayniga gildinglatib, qo'llarini har tartibotgandek usulda harakatlantirib, birda o'ngga, birda so'lga tirqirab, yerga gulib tashlab, shala tükürüklarini çaçırtıp, barlık ovozi bilan jarri salatdi. Bu güldür g'alab, hühüla oq arg'amoq ustida yengil chayqilib ketib qolgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shirin xiyollarga aloqat yetkazilmagan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning huzurida orqam-orqa ichgan 4 piyola kuchlik sharobning kayfidanmi yoki necha vaqtdan beri tukib kelgan pilollarga shahzodani osonlik ma'qul keltirganligidanmi? Aytavur, Eshonning kayfi to'limi chaq edi. Butkul vujudi xuddi qiz ko'chirib ketib qolgan yigitdek shirin his tuyg'u, xiyollarga asir bo'lgan edi. Ana Padari Sultan Abdullah Xondan Saidiya taxtini tortib olgan shahzoda Yo'lbosxon saltanatlik oltin taxtda yediyib o'tirmoqda. Butkul xalqning diniy huquqini qo'lga kirgizib olgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon bo'lsa, par buzuruklik salohiyati bilan podshohi olam Yo'lbosxonga aql o'rgatmoqda. Saltanat yurtchilik ishlariga aralashib, maslahat bermoqda, yo'l ko'rsatmoqda. El yurtqa Yo'lbosxon nomidan turlik yorilib, farmonlarni tushirmoqda. Qiyomatlik dushmanlari bo'lgan Ishoqiyat sulkidagi Qortog'liq Eshon xo'jalari
Sopi derviş murtlarını hapisiga elib zindonlarga tashlab, turli jazolar bilan qiynamoqda, o'ltirib, o'ch olmoqda. Assalomu alaykum Piril Haq. Tuyuqsiz berilgan bu salomdan cho'nqur xiyolga petib o'tirgan Ishanmo ham ostidagi oq arg'umoqmo cho'chib ketdi. Arg'umoq qumush quloqlarini shing'aytib, yo'rg'usini so'kildashga o'zgardi. Hidoyatullo Ishan shirin xiyollarga halokat yetkazgan bu adabsizga norozilik bilan shundoqli qaradi. O'zining allaqachon shaharning to'shak darvozasiga kelib qolganligini, bayı salam bergen kişinin töşek dervasını qo'llaydigan lashkarlarning boshlig'i ekanligini ko'rib, chiroyidagi norozilikning o'rniga yasalmi kulki almashtirdi. Shu topda darvoza tövdeki, darvoza ustidagi qorovulxondagi va sipil ustidagi barliq lashkarlar Ishonga salom berib, hurmat ehtirom bilan qo'l bog'lab turardi. Ishon ularning salomini ilik elib salom qaytardi. Oq arg'umoqni mengishga buyurib, kalichi bilan yengil beqin dedi. Darvozadan kirib chiqayotgan xaloyiq darhol ikki tarafga o'tib, qo'l bog'lashganicha Ishonga yo'l berdi. Qashqar shahrining bu darvozasini Shahzoda Yo'lbosxon Xo'ja Hidoyatullo Ishonga qo'l berib, murt bo'lgandan keyin Ishon pirining shaharga kirib chiqishiga va ahli sulhdagi murt muxlislarning Ishon pirini va Hazrat mazorlarini ziyorat tavob qilishiga oson bo'lishi uchun aloyidan sepildan tushik oshqizib yasatqizgan bo'lib, shahar xalqi bu darvozaga tushik darvozasi deb nom berdi. Odatda shaharning barliq darvozalari namoz asrdan keyin taqilib, toki bomdodgacha har qanday odam uchun ochilmaydi. Ammo Hidoyatullo Ishon qo'liga dastak yezib bergan bir qism muhim sufi darvishlar uchun to'shik darvozasi har qachon ochiq edi. Chunki Hidoyatullo Ishon ochqizgan bu darvozaga Yo'lbosxonning lashkarlari orasidagi o'ziga qo'l bergan eng ishonchli murt muxlislardan tanlab qorovullikqa tayinlab kuzgan edi. So'nglashqa Hidoyatullo Ishon to'shak darvozasidan mayli kirayotganda, mayli chiqayotganda bo'lsin, darvozani muhofazat qiluvchi barliq lashkarlar, hatto darvoza ustidagi kuzatish munosasida turayotgan qorovullargacha Hidoyatullo Ishonga tukilinib salom beradi. Esallik so'raydi. Boshqa oddiy kishilar darhol o'zlarini chat elib yo'l berishadi. Xo'ja Hidoyatullo Ishon Hazrat mazorining yenidagi hashamatlik qasrning oldiga yetib kelganda, qasrning oldidagi Sharbat ko'lining atrofidagi so'gatlarning soyasida to'polog'i milinib, badallarini qurt qo'ng'izlarga chaqtirib, so'ngak teqimlarini kartizlatib qashlab, asnab yetishgan jo'l-jo'l kiyimlik, qasmoq chiroy bir to'p so'pilar dörrida o'rinlardan qo'pib, qo'l bog'lab turishdi. Ishon oldiga yugurib kelgan so'fi xizmatkorning qo'liga oq arg'umoqning cho'lg'urini tutqizib qo'yib, Abdurazzoq xalifa qatorliq yuqori darajali xalifa so'lik mas'ullarini amraligida darvozadan kirib, udul kengashxonasiga qarab bordi. Xo'ja Hidoyatullo Ishonning qasri tashqari saroy, o'ttiri saroy va ichkari saroyda uchga bo'linadi. Tashqarqi saroy Hazrat mazori bilan tom tutash bo'lib, uningda katta Hazrat xoniqasi va xoniqaga yondosh kelingan yomg'ir yeshin, qor bo'rondan daldi bo'g'idek bir qancha eg'iz uy, shundoqla otxona, eg'il, samanxona, kaptarxona, ancha muhim bo'lmagan laqi-luqlarni qo'yilgan ombar, lapas va sufi xizmatkorlarning furolg'ulari joylashgan edi. Hazrat mazorlarining to'nakxona, etkafxona va qalandar xonalariga sig'may qolgan sufi darvishlar yozning yomg'ir yeshillarida, qishning qor sovuqlarida tashqarqi saroyning bo'sh uylariga, lapaslarning ostiga kirib olib panohlanadi. Tashqarqi saroyning kangda saynosida uydek yo'g'onliqdagi ichiga maxsus sho't qo'yib, yumsiq qo'l yetmaydigan, odam bo'ylashmaydigan cho'nqurliqdagi cho'ng kichikligi ancha farqlanib ketmaydigan 4 dona dosh qozon yerni uyib yasalgan o'choqlarga mindirilgan bo'lib, juma kunlari tavobchi ziyoratchilarning va sufi darvishlarning oz ko'pligiga qarab bir yoki 2 dosh qaynatiladi. O'ttiri saroy bog', gullik, ko'l, ravoq birgalashtirilib bino qilingan bo'lib, g'oz o'rdak, to'z, shatoti, keklik, to'rg'ay va allaqanday qushlar, shuningdek bug'a, kiyik degandek e'tiborli hayvonlar ko'zga cheliqib turadi.
O'ttir saroyning to'rt tarafiga Hidoyatullo Eshonning xos kutubxonasi, muhim ishlarni maslahat qaror qiladigan kengashxonasi, muhim mehmonlarni mutlar orsidagi ziyoratga kelgan amaldor boylarni, zardor to'rlarni kutib oladigan qubulxonasi, ziyofatxonasi va yuqori darajalik xalifa so'lik mas'ullarini katta mehmonlarni qo'ndirib edish uchun alohida zinnatlab yasatgan hashamatlik tahiyxonalari bor edi. Saroyning to'van tarafiga tashqarqi saroyga maxsus ishon jamoatining uch vaqt tamoqini tayyorlaydigan oshxona va yuyinish uchun muncha hammom, tarat edish uchun mustahabxona joylashgan edi. Ichkarki saroy Hidoyatullo Eshonning xos harimi bo'lib, bu saroyning boshqa saroylardan farqi tomlari egiz ham mustahkam bo'lib, Eshonning og'ichi to'qollari va ularning kiyinizaklari turadi. Bu saroyga alohida tarbiyalangan, pichib oqti qilib etilgan so'piy xizmatkorlardan boshqa Eshon va uning o'g'il farzandlari bemalol kirib chiqa oladi. Eshon qasrining oldida nihoyat cho'ng va hashamatlik yasalgan qubba munorlari ko'kki bo'y suzib turadigan Hazrat xonqosi hayvat bilan cho'qchiyib turadi. Ichkirki xonqa va tashqarqi xonqa deb ikkiga bo'lingan bu katta imoratda 4-5 ming so'fi darvish bemalol halqa suhbat qurib, jarri samo selib ibodatga mashg'ul bo'la oladi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon xalifalarini agashtirib, Udul kengashxonasiga kirib to'xtadi. Uningcha Eshonga so'ngdishibdigidek kirib kelgan so'fi xizmatkor Eshonning beshidan yo'g'on sallisini elib qo'ziqqa osdi. Navatrang ro'milni yeshib, eg'ir jandisini soldirdi. Oxirida maskalisini soldirdi. To'rt tarafdagi qo'shlab silingan ta'tilla ko'rpining ustiga yonpashlagan Eshonning beqiniga ajoyib mahorat bilan qorab tikilgan ikki tahyini yo'ladi va yo'g'on yaltibish bilan chip-chip tarlab ketgan Eshonni yalpishga boshladi. Abdurazzoq xalifadan boshqa xalifalar Eshonning oldida jandillarini yeshib bahuzur o'tirishdan ayminib, tagahdili yuginishdi. Ayol o'tmay so'fiy xizmatkorlar dasturxon selib, dasturxon ustini yengili to'nirdan so'yilgan Peter qatlama, paxlon go'shi va so'g'uq bosh kavpi, qetib, qaymoq, kashkab, sharbat va qo'g'un tovuzlar bilan ko'miverdi. Eshon ancha ishtahasizlar. Boshqa xalifalar yetqushlarcha oshko'zlik bilan dasturxonga tashlandi. Bir sugin choy qaynamchilik vaqtida o'zini unutgan holda yalmab yutish, yeb ichishlardan keyin dasturxondagi go'sht kavob silingan legan tovoqlar butunlay qurildi. Boshqa nozik ne'matlarmi asosan eshib qolmagan bo'lib, dasturxonda so'ngak va qo'g'un tovuz shapoqlari dövsi paydo bo'lgan edi. Qo'rsqinning to'yg'inini bilolmay oshko'zlik bilan ziyoda jihyavatgan xalifalarning bir qanchasi sanramay kat qilib kiydirishga boshladi. Qisqali duodan keyin dasturxon yig'ib etildi. Eshon ishik to'yida qo'l bog'lab turgan so'fiy xizmatkorlarni chiqib ketishga ishorat qildi. Bilqut shirkatida ovozlanib, Bilqut to'g'risida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani bugun mushargacha anglitildi. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglitamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Bilqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, kimyo qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinasi